Hazreti İsa muqaddas ruhning kuch-qudratga cho'mgan holda Galiliya o'lkasiga qaytib keldi. Uzun o'tmay uning nomi shu atrofdagi rayonlarga tarqaldi. U ibodatxonalarda kishilarga ta'lim berib, ularning maqtishiga sazovar bo'ldi. U o'z yurti Nosira shahriga kelib, dam olish kuni odatdagidek ibodatxonaga bordi. U o'ri turib muqaddas yozmalarni o'qimoqchi bo'lganda, ibodatxona xizmatchisi uningga Yashaya payg'ambarning yozmasini berdi. U uni ichib, buni oyatlar yozilgan yerni tepib o'qidi. Xudoning ruhi mening vujudimda. Chunki u meni kambag'allarga xushxabar yetkazishga tanlab, kuch-qudrat ato qildi. U meni tutqunlarga ozod bo'lisizlar, qarg'ularga ko'ralaydigan bo'lisizlar deb jakarlashga avatdi. Xudo meni ezilganlarni erkinlikka erishtirishga, Xudoning xalqini qutqizish vaqtining yetib kelganligini uqtirishga avatdi. Hazreti İsa yozmini yepib, ibodatxona xizmatchisiga qaytirib bergandan keyin ta'lim bergili o'ltirdi. Bütün ibodatxonadagilar ko'zlarini uningdan uzmay qarab o'tirishdi. U ko'pchilikka: "Sizlar anglagan bu oyat bugun amalga oshirildi" dedi. Buni anglagan ko'pchilik uning yaxshi gapini qilishdi va uning mehr shafqatli so'zlariga hayron qilishdi. Biroq ba'zilar "Qanday gap? Bu Yusufning o'g'li emasmi?" deyishdi. Hazreti İsa sözünü davamlaştırıp, "Sizlar cho'qim bana ey tevib, avval o'zingni saqayt" degan tamsilni eslatib, Kapernaum shahrida yaratgan mo'jizalaringdan xabar topdik. Endi o'z yurtingdimi biror karomat ko'rsatmamsan demoqchi bo'lyapsizlar. Biroq shuni bilib qo'yinglarki, hech qanday payg'ambar o'z yurtida hargiz qarshi elinmaydi. İlyas payg'ambar vaqtida u da 3 yil 6 oy yomg'ir yog'may, İsroilning hamma yerida qurg'oqchilik yuz bergan bo'lib, u yerdimi ocharchilik qolgan nurg'un bechora tul ayollar bor edi. Biroq ular Xudoni rad qilg'ashqa, garchi İlyas payg'ambar Yahudi bo'lsa-mu, ularning hech qaysiga yordam berishga avatilmagan. Aksicha, Sidon viloyatining Sarafat shahridagi Yahudi bo'lmagan yilqi tul ayolg'ila mo'jiza ko'rsatishga avatilgan. Ya'ni shunga o'xshash, Elisha payg'ambar zamonida Isroiliyada mahov kesli giribtor bo'lganlar nurg'un bo'lsa-mu, lekin ular Xudoni rad qilg'ashqa, Elisha payg'ambar Eliki Suriyalik Naman ismli Yahudi bo'lmagan kishini saqaytishga avatilgan dedi. İbodatxonadagilar bu so'zlarni anglab, uning Xudo amdislarga emas, balki Yahudi emaslarga mehr shafqat ko'rsatdi demoqchi bo'lganligini bilib, darg'azabga keldi. Hammaylar o'rnidan turishib, Hazreti İsa'ni yor ustiga qurilgan bu shaharning sirtiga haydab opirib, yordan yiqitib o'ldirmoqchi bo'lishdi. Biroq Hazreti İsa kishilar orasidan bemalol mengib chiqib ketdi.